Fermer. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Instagram sahifamiz obunachilari. Bugun mana qo'ylarimizga qo'chqor qo'shish uchun qo'chqorimizni tayyorlayapmiz. Junlarini olib, tirnoqlarini olib, chiroyli qilib qo'ylarga qo'shishni harakatini qilyapti. Shu borada bitta bo'g'oz qo'ylarni yiqitish borasida ko'pchilik ko'tarib yiqitadi. Shuning uchun bitta bilganlar uchun takror bo'lib qoladi, bilmaganlar uchun bitta ilm bo'lib qolsin deb maqsadida shu yiqitishni bitta ko'rsatib bermoqchiman. Shu o'tirib, orqa oyog'idan ushlab, orqa oyog'idan ushlab tortiladi mana. Qo'chqor qo'y ham o'zi yiqiladi. Bu yiqitish usulini nima uchun ko'rsatdim? Ko'pchilik bo'g'oz qo'ylarni ko'tarib tashlaydi. Shuni hisobidan qorindagi homilasiga ziyon yetib qolishi mumkin. Shuning uchun orqa oyog'idan tortilsa, dumbasiga qo'y sekin o'tiradi. Shuni oldidagi oyog'ini bunday tortib qo'ysa bo'ldi, shu bilan qo'y mana tinch yotadi.